Tushda oq, toza qog'oz ko'rishning ta'birlari. Yangi imkoniyat yoki yangi boshlanish hayotingizda toza sahifa ochilishi mumkin. Qog'ozga yozayotgan bo'lsangiz, muhim qaror qabul qilish arafasidasiz. Reja tuzish yoki niyat qilish belgisi. Yozilgan hujjat yoki rasmiy qog'oz, ish, o'qish yoki rasmiy masala bilan bog'liq yangilik. Shartnoma yoki kelishuv ehtimoli. Yirtilgan yoki kuygan qog'oz, rejalar buzilishi yoki umidsizlik belgisi. O'tmishni ortda qoldirish kerakligi. Ko'p qog'ozlar mas'uliyat ortishi yoki ko'p ishlar yig'ilib qolganini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.